Issiq kunlar kelishi munosabati bilan biz obunachilarimiz uchun keng assortimentda 12 talikdan 24 talikgacha bo'lgan konsertlarimizni eng minimal kichkina summalarda sizlarga olib kelib qo'yganmiz. Bitta narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi eng hadovoy bo'ladigan 12 talik konsertimizdan boshlaymiz. Boshqa joylarda necha pul ko'rgansizlar? Eng arzon narxini 2 million 990 ming so'mdan boshlanadi konsertlarimiz. 12 talik TCL firmaniki. Inverter motorli, yiliga bor yo'g'i 545 kW tok rasxod qiladi. Bu 24 soat kun bo'yi ishlab turgan holatida. Inverter motor Furiolar R32 eng oxirgi chiqqan Furiolarda buni narxini eng minimal narxda aytib o'tganimda 2 million 990 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Rus firmanikini bo'lsa sizlarga 3 million 190 ming so'mga qilib beryapmiz. Hozirgi kunda gri kompressorligini. Xo'p, Sirius 12 modeli DC inverter motor pastok baland toklarga bemalol chidamli ishlab beradi. Bunimiz ikkosini ham ichlari misli bo'ladi, mis trubkali, alyumin bo'lmaydi. Xo'p, yaxshiroq joyim katta deganlar uchun masalan mana 20-25 kvadratga bular bo'lsa, bu ham 12 talik, bu ham 12 talik, bularimiz 25-30 kvadratga qo'ysanglar bo'laveradi. Nima sababdan? Motor feni katta bo'lganining hisobiga. Bular обычный bo'lsa, bular standartdan yuqori turadigan konser, ya'ni full DC inverter motori Zifler brendidan 135 volt tok tushib ketgandan bemalol ishlab beradigan qo'shimcha tentlar hamma yo'g'i bo'ladi. Bunimizda ham inverter motor, avto restart hamma funksiyasi bor. Buni ham ichi misli bo'ladi. Hop, bu konsertimizning narxini 3 million 390 ming so'mga qilib beryapmiz. Bemalol buni o'zimizdan sotib olsangiz bo'laveradi. Hop, yana ham brendroqlariga o'tadigan bo'lsa, AUX konsertimiz yangi model DC inverter motor, qo'shimcha tent hamma yo'g'i bor. Bunimiz yaxshi tomoni jabrasini yopib qo'ysangiz ham pastlaridan mayda teshiklari bor. Mayin qilib havoda urib berib turaveradi. Hop, bunimizda ham, ziflerimizda ham R32 ekologik pulyon bo'ladi. Umuman badanga og'ir berib qo'ymaydi. Bunimizning narxini hozirgi kunda 3 million 790 ming so'mga qilib beryapmiz. Hop, bu modelimiz bilan bemalol raqobatlasha oladigan, lekin bundan ko'ra narxi sal arzonroq bo'lgan Seventech brendining eng hadovoy bo'layotgan modeli, ya'ni motor feni обычный konsertlardan ko'rsangiz bo'laveradi, ancha kattaroq bo'ladi. Full DC inverter modeli. Inverter motoriga 10 yil, feniga bo'lsa 3 yil servisdan garantiya beriladi. Bunimizda feni ham, motori ham inverter motor bo'ladi. Ichlari polniy misli bo'ladi. Mis trubka ko'rsangiz bo'laveradi, sarg'ishroq. Xo'p, ichida filtrlari hamma yo'g'i bor o'zida. Bu konsertlarimizni narxini, katta motor, katta fenligini 3 million 590 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Hisense brendlarimiz bor, bu yerda ko'rsangiz bo'laveradi. Hisense katta motor, Carter degan modeli. Super DC inverter modeli. Bunimizning narxini 4 million 300 ming so'mga qilib beryapmiz hozirgi kunda. Artellarimiz bor. Artellardan 18 talik yana ochilmagan Liboy turdagi Canon edisimi 24 talikmi Liboy turdagi konsertlarimiz bor. Bemalol issiqda istab yurmasdan o'zimizga aloqaga chiqaverasiz. O'zimiz uyingizgacha dastaklab yetkazib beramiz. Uyingizga qo'lingizga konseringiz, mahsulotingiz borgandan keyin to'lov. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Uyingiz uchun eng yaxshi konsertni o'zimiz tanlab beramiz.